aytibdi, bomdodni qochirib qo'yish taqvodan bo'lmaydi, namozni o'qib olay, keyin bir gap bo'lar deb borib tahoratni olib tursa, bu azon tovushidan boyam uyg'onib qolibdi. Qarasa hovlisida birov tahorat olyapti. Kim bo'ldi ekan deb sekin boribdi. Sen kimsan desa, bunday qarabdi-da, namoz payti bo'ldi, namozni o'qimaysizmi deb tahoratni olibdi. Keyin birga chiqib, uyda egasiz siz, imomlikka siz o'ting desa, endi boyagi boy qo'rqib bu kim ekan endi, bu meni uyimda nima qilyapti bu, nega menga do'g'radi, o'g'ri bo'lsa o'g'rilar endi boyagi uncha odamni tutib olsa ziyon berishi mumkin, qo'rqmay ziyon berishadi-ku. O'shanga shu qaltirab namozlarni o'qib bo'lgandan keyin bolam sen kimsan desa, men o'g'riman debdi. Men o'g'riman debdi, hisoblab chiqdim debdi. 6 yildan beri debdi, zakot bermaysiz debdi. Shularning hammasini nima qilib chiqdim, shu bilan ertalab bo'lib qoldi debdi. Endi taqvolik yolg'on gapirmaydi, har narsani to'g'risini aytadi. Mana debdi, beriladigan zakotlaringizni ajratib qo'ydim debdi. Egasini topib o'zi berasiz debdi. Keyin o'zini tanitibdi. Men falonchining o'g'liman. Biz falon domlada dars olamiz. Ustozimiz shunday nima berdi? Bizga vazifa berdi. Hamma ota kasbini o'rgansin dedi. Meni otam o'g'ri bo'lgan ekan. Men ham shu ota kasbimni qilyapman, lekin ustozim aytdiki, otasini kasbini o'rgansin va u ishda taqvoli bo'lsin dedi. Shuning uchun taqvo qilyapman debdi endi. Sen shu yerda turib tur debdi boyagi odam. Hozir kelaman deb uyga kirib xotini bilan maslahat qilib chiqibdi-da, aytibdiki, bir qizim bor. O'sha qizimni senga bersam, sen onang bilan ko'chib kelsang, qara yerimiz juda katta. Va bir menga hisobchi bo'lib ishga kirsang. Nafaqat hisobchi, balki ishimda sherik bo'lsang. deb o'sha yerda o'zida qizini uyg'otib, fikrdan ayni qolmasin bizni taqvoli o'g'ri deb unashtirib nikohini o'qib qo'ygan ekanda. Qissadan qissa shuki, qarang, odam taqvo qilsa Allah unga barakasini berib qo'yaverar ekanda. Allah uni asraydi-da yomonlikdan. O'g'irlik qilgani kiruvdi. Lekin shu ishida uni gunohga botirmasdan Allah uni bir go'zal shaklda olib chiqdi. Eng katta muammoni ichidan, gunohning ichidan chiroyli bir shaklda har kimga foydali qilib olib chiqdi. Bu boyga ham foydali bo'ldi, zakotlar berilmaganini xabarini topdi, shu paytgacha bermay yurgan bo'lsa, hisobda adashgan bo'lsa, uni chiroyli qilib hisoblab berdi. Bola ham o'g'irliksiz, yomon yo'llarsiz bir hayotini bir shaklda ishli bo'ldi, oilali bo'ldi. Ya'ni har bir ishda taqvo qilinsa, natija chiroyli bo'laverar ekanda endi. Bunaqa nimasi shu, hissasi shu.